Challenge'imizning birinchi mashinasi Maybach S450. Narxi shunaqangi zo'r, videoni oxirigacha ko'rsak etamiz. 2023-yil bor yo'g'i 64 000 km masofa bosib o'tgan, kraskalari top-toza avtomobil to'liq bronda. Mana shu ko'rib turgan radiator reshotkalari xrom bo'ladi. O'zini radnoy xrom detallari olib qo'yilgan. Agarda sizga kerak bo'lsa, berib yuboriladi. 20-razmerdagi diskalar yangi balonlar taqib qo'yishdi. Bu avtomobilni ikkinchi qatorda o'tiraman degan akalarimiz uchun ayni muddao. Ikkinchi qatorda o'rindiqlarda isitish, sovutish, eslab qolish funksiyasigacha mavjud. Audio sistemasi burmistr. Bu mashina nafaqat ikkinchi qatorda yuradigan odamlar uchun, undan tashqari bo'tga hojiona bilan hojiotani o'tkazib qo'yib, uzoq safarlarga olib ketsangiz boshqacha bo'lsa kerak. Ruldagi yog'och elementlari, orqa balonlari qayladigan. Mana ikkinchi qatorli planshetlarni ko'ryapsizmi? Ustiga 2 marta bosib olsangiz, like bosiladi. Like bossangiz, xursand bo'laman. Shu mashinani yangisini olaman desangiz, $250 dan kamiga ola olmaysiz. Bu mashina ofitsialniy O'zbekistonga kelgan mashina. Shu mashinani sizga $165 000 ga berib yuboriladi. Telefon raqamini qoldirdim, aloqaga chiqing.